Milliy biofarmatsevtika ilmiy tadqiqot institutida hafta davomida bo'lib o'tgan yangiliklar xabarnomasi. E'tiboringizda hafta dayjesti. Motivatsiya vaqti sahifasida kitobxonlik va shaxsiy rivojlanish mavzusi yoritildi. Petyuda institut direktori o'rinbosari tomonidan ilmiy amaliy seminar doirasida maxsus dars mashg'ulotlari o'tkazildi. To'g'risini aytamiz sahifasi orqali dori shaklining davolash samaradorligidagi ahamiyati tushuntirildi. Bundan tashqari ilmiy signal va ilmiy fokus sahifalari doirasida yurak xurujining kelib chiqish sabablari, lipidlarning organizmdagi o'rni, referens standartlarning dori sifati nazoratidagi ahamiyati hamda kofe iste'moli va jigar salomatligi o'rtasidagi ilmiy bog'liqlik haqida foydali ma'lumotlar taqdim etildi. Agentlik va institut xodimlari hamda Singapurning Milliy universiteti o'rtasida biofarmatsevtika va onkologiya sohasidagi hamkorlikning yangi bosqichi belgilandi.